Avrupa Uyghur Akademiyasi 2018 yılı 11. ayda dünyanın her qaysı joylaridagi ve Avrupa'daki 20'ga yakın ziyalilarının Münxen'ga yig'ilib muzokara qilishi natijasida ve Shvetsariyada yashayotgan Uyghur ziyolisi Doktor Abdushukur Abdurashidning raislik vazifasini ustiga elishi bilan qurilgan. Avrupa Uyghur Akademiyasi Shvetsariyada angi ilingan, fayda almaydigan organdır. Onun 9 davlatdagi 25 dan oshiq a'zolari o'z davlatidagi davlatlik tajribaxona, tadqiqot o'rinlari, universitet, oliy bilim yurtlari va yuqori texnika organlarida xizmat qilmoqda. Assalomu alaykum. Hammanglarning Navro'z bayraminglar muborak bo'lsin. Men Avrupa Uyghur Akademiyasining raisi Abdushukur Abdurashid. Avrupa Uyghur Akademiyasi 2018 yil 11 oyda qurilgan. Hech qanday diniy, siyosiy tashkilotlarga beqinmaydigan bosh Uyghur Akademiyasi bilan birlikda hamkorlik xizmat olib boradigan, foydalanmaydigan bir organ. Avrupa Uyghur Akademiyasining asosiy maqsadi Avrupadagi ziyolilar, tadqiqotchilar, o'quvchilar va keng xalq ommasi bilan birlikda hamkorlikni amalga oshirishga turtki bo'lish, ilm fan orqali Uyg'ur milliy ro'yini uyg'otib, Uyg'ur milliy kimligini qo'g'dash, Uyg'urlar ehtiyojli bo'lgan sohalarda xolisona xizmat qilish ve ixtisoslik xodimlarning yetishib chiqishi uchun xizmat qiladigan bir organ. Shunga Avrupa Uyghur Akademiyasiga nisbatan har qanday taklif, fikr, tanqidlaringlar bo'lsa, bevosita men bilan yoki Uyghur Akademiyasida xizmat qilayotgan xodimlar bilan aloqa qilishinglarni so'raymiz. Yana bir qatim hammanglarning Navro'z bayraminglar muborak bo'lsin. Ko'p rahmat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz xalqim, qarindoshlarim, men Avrupa Uyghur Akademiyasi ve Dünya Uyghur Yazgıçılar Uyuşması nomidan hammanglarning Navro'z bayramini qutlayman. Navro'z bayraminglarga qut bo'lsin. Baharda boshlangan ishinglar xosiyatlik, berkatlik ve mo'l usullik bo'lsin. Öz növbetide etrafındaki yaşayotgan Uyghur xalqiga xolisona xizmat qilmoqda. Avrupa Uyghur Akademiyasi qurilgandan beri Avrupada xizmat qilayotgan ziyolilar orasida hamkorlik o'rnatish, ularning xizmatlarini keng xalq ommasiga tonishtirish, xalqimizning milliy ko'z qarashini yuqori ko'tarish, safosini o'stirish jihatlarda xizmatlarini jonlantirib, ko'p qitim ilmiy sohalarda Avrupadagi xizmat va o'qish fursatlari haqida suhbatlarni elib bordi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hammanglarning Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Men Avrupa Uyghur Akademiyasining moliya ishlari mas'uli Ahmadjon Po'lat bo'lman. Hammanglarning Navro'zni tabriklash bilan birga, hammanglarning tana salomatlik, oilalarga baxt tilayman. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum. Dunyoning har yerida yashayotgan aziz tuqqanlarim, qarindoshlarim, 21 martda kelayotgan Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin deyman. Navro'z demek bahardan demek. Her biringlarga bu bahar qutluk, şadlık, bereketlik bo'lg'ay. Hammalarning altın bo'yi aman bo'lg'ay, hayoti baxtiyorlikqa, omonlikqa to'lg'ay. Hammalarga Shvetsiya poytaxti Stokgolmdan o'tliq salomlar. Aziz qarindoshlarim, her yerde aman bo'linglar, aziz bo'linglar. Daim yoz ve baharlar bo'lsin, qadrdonlarga o'tliq salom. Assalomu alaykum. Hammanglarning Navro'z bayramiga muborak bo'lsin. Men Avrupa Uyghur Akademiyasining maslahatchisi Varis Abdukrimjonmiz. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joyidagi qarindoshlar, hammanglarning Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Men bu munosabat bilan bizni uzun dunyodan qo'llab kelayotgan qarindoshlarga o'tliq salom yo'llayman. Hem texnik ko'p ziyolilarning bizning safimizga qo'shilib, til va madaniyatimizni saqlab qolish uchun o'zlarining bir kishilik kuchini aymasligini so'rayman. Hem xalqimizningki bundan keyingi ish faoliyatlarimizni texmi yaqindan qo'llab berishini tilayman. Alaykum aziz vatandaşlar. Men Dilnur. Ziyoli demek nur chashquchi, qarovliqni yo'rotquchidir. Ziyoli demek
Halkımızı yeteklaydigan, siyasetçilerimizge yol gösterdiğin yetekçidir. Halkımızın ziyarları toplangan Avrupa Uyghur Akademisi namıdan ve özüm namıdan kelyapatkan Noruz bayramımızga mübarek olsun. Avrupa Uyghur Akademisi Avrupada hizmet kılıvatkan közgü görüngen tadqiqatçılarını rağbetlendiriş üçün fen texniki mükafatı tesis kılıp yetişken iki Uyghur ziyalisini mükafatladı. Avrupa Uyghur Akademisi yana öz növbetide Uygurlarının növbetdeki krizisi, Uyghur qırğınçılıqını dünyaya tunuşturuşta tayançlıq rol oynap Uyghur soti ve Uyghur Adliye Arxivining xizmetleriga moslashib, uning material tayyorlash, tarjimonlik ishlarida yordamda bo'ldi. Avrupa Uyghur Akademiyasi yosh o'smirlarimizning tarbiya xizmatiga ko'ngil bo'lib, Avrupa miqyosida matematika, inglizcha ve Uyghur til adabiyotini asos qilib to'nilgan ma'rifshunoslarning yetakchiligida nishonliq tarbiyalash programmasi yo'lga qo'yib, uning birinchi qitimliq sinifining darsini boshladi. Hozir bu sinflarda 30 ga yaqin o'quvchilar o'qimoqda. Avrupa Uyghur Akademiyasi kelgusida Uyghur millatining milliy safosini o'stirish, milliy kimligimizni qo'g'dash qatorliq sohalarda Avrupadagi fondi jamiyatlarga fondi iltimos qilib, texnik ko'p ishlarni vujudga chiqarishni planlamoqda.